yashil bog'da, esarkan g'ivirlab mayin shabboda, ingichka novdan qilib arg'imchoq, pashsha tebrandi huzurla shu choq. Bol ara bir yo'lda g'ivirlar edi, uni ko'rib pashsha kekkayib dedi: bechora o'zingni qiynaysan muncha, voy tinmaysan ertadan to kun botguncha. Agarda men seni o'rningda bo'lsam, sulayib qolardim bunday mehnatdan. Voy mendan ibrat olsang bo'lardi oshnam. Yashayman doimo go'yo jannatda, qilolishim faqat to'yma-to'y yurish, ziyofatlarda bo'lishlik mehmon. Voy maqtanish emas, men uchun tanish, o'ziga to'q bo'lgan barcha xonadon. Voy mashatimni bir ko'rsang edi sen, qayerda bir to'y maraka bo'lsa, hammadan oldin o'zim yetib boraman. To'yguncha rossa chin billur qadahlardan simiraman man. Hali qo'l uzatmay turib mehmonlar, xohlagan narsamni yeyman tortinmay. Nima qipti? Dedi bol ara unga. Ammo shunday gap